Ey siz, mening amirlarim, bahodirlarim, qadamidan o't chaqnagan lashkarboshilar. Biron mushkul muammoni hal etar bo'lsak, kengash qildik. Ahlu din va vazirlar bilan kengash qildik, bahodirlar, amirlar bilan. Farmon yagonadir, saltanat bitta. Har qandayin davlatni boshqarmoq uchun eng avvalo yo'riq kerak. Qoida darkor. Davlat aslo tavakkalning mevasi emas. U raiyat, ya'ni xalqning kuch irodasi. Siz askardan ayamangiz mol va dunyoni. Suyurg'amiz bering, unga unvonlar bering. Farzandlarim, bir gapimni aslo unutmang. Tinchlik bilan hal bo'lsa gar biron bir muammo, hech kimsaga o'zingizcha qurol ko'tarmang. Zero kuch adolatdadir.